Ushbu loyiha O'zmilliybank Beshariq bank xizmatlari markazi hamkorligida Farg'ona viloyati Beshariq tumani Chorbog'to'rang'i mahalla fuqarolar yig'inida 292 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda eksportbop supurgi ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 30 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 33 sotixdan maydonlar to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Speed Impex MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 6000 dona jami 60000 dona tayyor supurgi olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.